Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. 12 kun oldin mana bu xlorofitum gulimni yerdan olmagan holatda mana bu bolalarini yerga suqib qo'yuvdim. Bu haqida videom ham bor. Mana 12 kundan keyin juda yaxshi ildizlabdi. Juda ham yaxshi usul ekan. Mana ildizlarim. Endi bugun bu ildizlagan bolalarini tuvakka olmoqchiman. Tuvakka tagiga drenaj solaman. Drenaj sifatida men pinoplastdan foydalanaman. Juda ham yaxshi. Yaqday bo'lmaydi. Ildizlarni qishda sovib ketishiga olib kelmaydi. Mana tosh solsa bu ta'sir qilishi mumkin. Tuproq sifatida esa mana prolaringirованный o'g'it solingan tayyor hamma tarkibiga kerak bo'lgan sialit, vermukilit, torf, keyin biogumus hamma narsa qo'shilgan tayyorlab qo'yilgan tuproqdan foydalanyapman. Mana yaxshi ildizlagandan keyin xudo xolasa yana kattaroq gultuvakka olaman. Demak, mana bu ildizlagan gullarimni qurigan yaproqlarini olib tashlab, demak, ekishga tayyorlaymiz. Xlorofitum gulini ko'paytirish juda oson. Juda ham injiq bo'lmagan gul. Buni gul o'stirishni boshlagan gulsevarlar ham bemalol udasidan chiqa oladi. O'stirishni xlorofitum gulini mana ildizlatish uchun suvga ham solib qo'yish mumkin. Suv solib qo'yilgan o'sha suvga ildiz otishi qiyin bo'lgan xohlagan gulni qalamchalarini solib ildizlasa oson ildizlaydi. Chunki tez o'sish gormonlari ishlab chiqaradi. O'sha suvda ko'p miqdorda o'shanaqa gormon bo'lganligi uchun ildizlashi qiyin bo'lgan boshqa o'simliklar xuddi mana shu suvda yaxshi ildizlaydi. Yana bir shunaqa xususiyatga ega bo'lgan daraxt bor. Uni ham qalamchalari juda tez ildizlaydi va undan ham xuddi shunday ildizlashi qiyin bo'lgan o'simliklarni ildizlatishda foydalanish mumkin. Bu majnuntol, ya'ni tuya deydi. Majnuntol o'simlik daraxti qalamchalarini suvga solib, ularni ildizlatib, xuddi shu suvga ildizlashi qiyin bo'lgan o'simliklarni solib ildizlatsa juda tez ildizlab ko'karib ketadi. Mana bu gultuvakka menimcha mana shuncha bolalar yetadi. Chunki ularni tez o'sish xususiyatini hisobga olsak, mana shu miqdor yetadi. Xlorofitum guli juda kislorodga boyitadi uylarni, juda tez o'sadi. Estetik jihatdan juda chiroyli, osilib, chiroyli bo'lib o'sadi va xonadoningizni fayzga to'ldiradi. Men juda ham yaxshi ko'raman bu gulni. Yoz bo'yi hovlida turdi. Endi kech kuzda ularni olib kirmoqchiman uyga. Ekib, yuvib, tozalab
Mana tayyor. Birinchisi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Mana hammasi tayyor bo'ldi. Ikkita kultuvakda bolasi mana tayyor.